Assalomu alaykum. Quroldoshlar. Tuzuymizlar. Erta tongdan xayrli tong hammalaringizga, bobo dehqonlar. Odam bir tomondan xursand bo'lasan, xursandchilikning orqasidan bir yana bir qayg'ulilar ham, haligi musibat ham nima desam bo'ladi. Shunaqa ham bo'lib turar ekanda. Dehqondan juda ko'p narsa manfaatdor bo'lar ekanda. Hammani baqar ekan dehqon degan to'g'ri ekan. Hammani tirik jonzotni rizqini dehqon beradi deyishadi. Shu gap rost ekan mana. Bugun erta bilan tongdan kelsam, kartoshkalar mana gullab o'rgan ekan. Mana gullabdi, Xudoga shukr. Mana shu kunlarga ham yetkizdi Xudo. Xursand bo'lib, endi bir chekkaroqqa chiqib, teralar tayda bir salqinlaymanmikin deb kelsam, yo'lda o'zim bir dona karishkadan kavlab bir dona bilan yangi karishkadan yeganimda ham alam qilmasdi. Hali o'zim bir dona bilan yeb ko'rgan bo'lganimda ham alam qilmasdi. Uchastkoviga telefon qilaman endi deb harakat qilyapsam, keyin bir o'ylanib qoldim. To'xta dedim, oldin bir o'ylay, uchastkoviga saharlab telefon qilgandan ko'ra bir aniqlik kiritish kerak dedim. Uchastkovi ham kimligini ayt, uni ismini, familiyasini ayt deydi-da, masalan, oldin shaxsiga aniqlik kiritaylik deydi. Hop, endi uni men dalada bo'lsam, daladan endi uni izi ham bor, endi izi bor, endi juda bunaqada qaydan topaman uni ismi, familiyasini deb o'zim ham haligi bo'laman-da endi. O'shanga maqsam bo'lar ekan endi mana. Kelsam mana nomard o'g'ri, endi to'g'ri, endi sud qarorisiz o'g'ri deb, sud qarorisiz o'g'ri deb chiqarishim endi noto'g'ri. Endi hozir qonunchiligimizda shunaqada endi. Endi mayli, endi men o'g'ri deb aytaveraman endi mana. Nomard, noinsof. O'zi kelib so'raganda berardim, mana pishganda berardim. Bir qop olasanmi? O to'yguningcha bir bola chaqang bilan qish bilan yeb chiqasanmi? Shunga so'raganda beraverardim. Men dehqonman, menga dehqonchilik o'lib ketsin edi. Nomard, noinsof. Mana bu yerdan qaziganda mana kartoshkani shetdan qazigan, meni shetdan chiqqanmi? Rasvo mana shunday qazib kartoshkani tagidan qazib ketaverganda mana noinsof. 2 3 4 bir 10 ta 20 ta kartoshkani mana mashetdan qaziganmi endi nomard, noinsof, vallomat, o'g'ri mana qazib kelavergan, mashetlardan qazib mana shularni ham indizini tagidan mana qazib o'tib ketganda, shu kavlab qazib endi qaqadir bir kirib olganda endi noinsof manadan chiqib ketganda bu qazib mana keyin suv bosib ketgan yoki bu yoqdan qaziyotgan bo'lganda mana shu yoqdan chiqib ketib qolganmi, qazib toshib mana bu yoqdan qaziganda mana shu kashgan taydan qazib nomard bu yoqdan chiqib ketdi mana. Shuncha kartoshkaga talofat yetkazgan, u yeb ketganmi taydi hammasini qirqib. Endi soppagan ekan, yong'oqdek, bodamdek, tuxumdek bo'lib qolgan ekan, o'nalarni ko'rdim. Kimga aytaman endi dodim endi. Men bor ekan endi shunaqasi ham endi. Nima deysizlar?